Juma shahrining kanalizatsiyasi bu juda katta tarixiy voqea desam adashmayman. 70% sariq kasalliklar mana shu uydagi SES talablariga javob bermayotgan hojatxonadan, oshxonadan kelib chiqadi. 1956-yil qilingan ekan ichimlik suv tarmog'i. To'liq 70 yil bo'ldi. Hozirgacha oqova suv tizimi yo'q edi. Mana shu qaror loyihasi ham mana yirik dasturga tushib, o'zi 47 milliard mablag' ajratildi, salkam 50 milliard mablag' ajratildi. 30 kilometr oqova suv tarmog'i bo'lyapti. Yangi suv inshooti bo'lyapti. Tumanimiz suddan o'tgan D065 4R46 Samarqand, Juma, Kattaqo'rg'on yo'limiz ham dasturga kirdi. Prezidentimizning qarori bilan Bu dasturda bo'lishi o'zidan o'zi bo'lgan emas. Suvni biz olib kelib birinchi uyni oldigacha qo'yib beramiz, lekin kanalizatsiyani ko'chani o'rtasidan o'tadi, yo yonidan o'tadi, ikki tomondan qo'shnilar ulanib kelinaveradi. Qayerda biz asfaltini, betonni buzsak, uni qilib beramiz. Mana bu yerdan markaziy tarmoq kelyapti. Kelajakda bular ham ulanishi mumkin. Qarorga asosan D065 yo'limizda 0 dan 65-kilometrgacha loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Loyihani hozirgi taxminiy summasi 300 milliardga yaqin bo'lyapti. Juda katta ish boshlangan. Prezidentimizga katta rahmat. Albatta aholining fikrini inobatga olish kerak. Muddatdan oldinroq va kutilgandan sifatliroq qilib yakunlasak maqsadga muvofiq bo'ladi.